Bugun men sizga 1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarda odamlar kundalik hayotda sezadigan muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va tushunarli qilib gapirib beraman. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Bolasi kasal bo'lgan ota-onaga ham, surunkali kasalligi bor keksalarga ham, ishga shoshilib poliklinikaga boradigan odamga ham, dorixonadan dori olayotgan har bir fuqaroga ham. Chunki bitta noto'g'ri qadam, bitta hujjat yetishmasligi yoki bitta qoidani bilmaslik ortiqcha navbat, ortiqcha xarajat va keraksiz asabiylashishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, avval qanday bo'lgani, endi qanday tartib bo'lishi, kim xavotir olishi kerak, kim bemalol yurishi mumkin, qaysi holatlarda dorixonada dori berilmasligi, poliklinikada qaysi xizmatlar qanday rasmiylashtirilishi, kasalxonaga yotishda nimalarga e'tibor berish kerakligini misollar bilan tushuntiraman. Agar sog'lig'ingiz, vaqtingiz va pulingiz siz uchun muhim bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangizga, farzandingizga yoki qo'shningizga kerak bo'lishi mumkin. Avval ko'p odamlar tibbiyot tizimida 3 ta muammoga duch kelardi. Birinchisi, poliklinikaga borgan odam qaysi shifokorga, qaysi xonaga, qaysi hujjat bilan kirishini bilmasdi. Ro'yxatxonada navbat, keyin terapevtga navbat, keyin tahlilga navbat, keyin yana natija olib qaytish. Ba'zida odam ertalab soat 8 da kelib, tushgacha faqat yo'llanma olish bilan ovora bo'lardi. Ikkinchi muammo dorixonalarda edi. Odamlar ko'pincha shifokor yozmagan, tanish bilish tavsiya qilgan yoki internetda ko'rgan dorilarni sotib olar edi. Ayniqsa antibiotiklar, gormonal dorilar, kuchli og'riq qoldiruvchi vositalar, bosim dorilar va bolalar uchun siroplar nazoratsiz olinardi. Natijada dori foyda berish o'rniga zarar qilishi, kasallik yashirinib qolishi, jigar, buyrak, yurak yoki oshqozonga salbiy ta'sir qilishi mumkin edi. Uchinchi muammo kasalxonaga yotish va davolanish jarayonida hujjatlar bilan bog'liq edi. Ba'zi bemorlar shoshilinch holat bilan kelgan, ba'zilari rejali operatsiyaga yotgan, ba'zilari tuman poliklinikasidan yo'llanma olib kelgan. Lekin hamma joyda tartib bir xil tushuntirilmagani uchun bemor va uning yaqinlari ko'p savollar bilan qolardi. Qaysi hujjat kerak, qaysi tahlil amal qiladi, qaysi xizmat bepul, qaysisi pullik, qachon navbat keladi, kimdan ruxsat olinadi. 1 avgustdan boshlab asosiy urg'u tartibni aniq qilishga, xizmatlarni raqamlashtirishga, dorilarni retsept asosida berishni kuchaytirishga, bemor yo'nalishini shaffoflashtirishga va shifokor mas'uliyatini oshirishga qaratilmoqda. Ya'ni maqsad odamni qiynash emas, balki bemor qaysi bosqichdan o'tayotganini, nima uchun aynan shu tahlil kerakligini, nima uchun aynan shu dori yozilganini va xizmat uchun qancha to'lanishini aniq ko'rsatishdir. Endi poliklinikaga boradigan odam avvalgidek qayerga kirsam ekan deb yurmasligi kerak. Asosiy yo'nalish shuki, bemor avvalo oilaviy shifokor yoki hududiy terapevt orqali ko'riladi. Agar sizda oddiy shamollash, qon bosimi ko'tarilishi, bel og'rig'i, qandli diabet nazorati, bola emlash jadvali, homiladorlik kuzatuvi yoki surunkali kasallik bo'yicha nazorat bo'lsa, birinchi bosqich aynan poliklinika bo'ladi. Shifokor sizni ko'rib kerak bo'lsa, to'rt mutaxassisga yo'llaydi. Masalan, 55 yoshli erkakda qon bosimi 1/6 bil bo'lib yuribdi. Avval u to'g'ri kardiologga kirishga urinardi. Navbat topolmasa dorixonadan o'zi bilgan bosim dorisini olardi. Endi to'g'ri yo'l bunday. U oilaviy shifokorga kiradi. Bosimi o'lchanadi. EKG, umumiy qon tahlili, qon miqdori, xolesterin kabi tekshiruvlar kerak bo'lsa belgilanadi. Shundan keyin kardiologga yo'llanma beriladi. Bu nimaga kerak? Chunki kardiolog faqat sizning shikoyatingizga qarab emas, aniq ma'lumotlarga qarab dori tanlaydi. Bir odamga mos kelgan dori boshqasida pulsni juda sekinlashtirishi yoki buyrakka zarar berishi mumkin. Yana bir misol, 7 yoshli bolada yo'tal bor. Ota-ona darhol antibiotik so'raydi. Lekin har bir yo'tal antibiotik talab qilmaydi. Virusli infeksiyada antibiotik foyda bermaydi. Endi poliklinikada bola ko'riladi, tana harorati, tomoq, o'pka eshitilishi, kerak bo'lsa tahlil baholanadi. Shifokor antibiotik kerak yoki kerak emasligini asoslab yozadi. Bu ota-onani ham himoya qiladi, bolani ham himoya qiladi. Poliklinikadagi yana bir muhim o'zgarish elektron yozuvlar va yo'llanmalarga ko'proq e'tibor berilishidir. Ya'ni shifokor qog'ozga shunchaki borib ko'rining deb yozib bermasdan, tizimda bemorni qaysi mutaxassisga, qaysi sabab bilan yuborayotganini qayd etish kerak bo'ladi. Bu bemor uchun ham foydali. Chunki keyingi shifokor avvalgi ko'rik
tashxis yozilgan dorilar va tahlillarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Natijada har safar boshidan tushuntirish, har safar bir xil tahlil topshirish kamayadi. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Surunkali kasalligi borlar, qandli diabet, gipertoniya, yurak yetishmovchiligi, astma, buyrak kasalligi, onkologik nazoratda turuvchilar, homilador ayollar, bolalar va keksalar. Chunki bu toifadagi bemorlar muntazam kuzatuvda turishi, dorilarni uzluksiz olishi. Shifokor tavsiyasini yo'qotmasligi kerak. Agar sizda doimiy dori bo'lsa, masalan bosim dorisi, insulin, qalqonsimon bez gormoni, tutqanoq dorisi yoki qon suyultiruvchi dori, retsept, tibbiy karta va oxirgi tahlillarni tartibga solib qo'ying. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz bir martalik konsultatsiya uchun borsangiz, masalan shamollash, yengil allergiya, ko'z tekshiruvi, tish maslahati yoki profilaktik ko'rik bo'lsa, tartib sizni to'xtatib qo'ymaydi. Faqat sizni to'xtatib qo'ymaydi. Yashash hududingiz bo'yicha qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni biling va shifokor tavsiyasini to'g'ri oling. Eng ko'p savol dorixona bo'yicha bo'ladi. Odamlar endi dorini retseptsiz bermaydimi? Oddiy dori ham yozdirish kerakmi? Antibiotik ololmay qolamizmi deb xavotir qiladi. Men buni aniq tushuntiraman. Asosiy maqsad odamlarni dorisiz qoldirish emas, balki kuchli va xavfli dori vositalarini nazoratsiz sotilishini kamaytirishdir. Dorixonalarda retsept talab qilinadigan dorilar bo'yicha talab kuchayadi. Ayniqsa antibiotiklar. Kuchli og'riq qoldiruvchi va psixotrop ta'sirga ega preparatlar, yurak-qon tomir dorilari, gormonal vositalar, ayrim inyeksiya dorilari, bolalar uchun maxsus dozali preparatlar shifokor tavsiyasi bilan berilishi kerak. Dorixona xodimi ham endi shunchaki mana shu yaxshi deb kuchli dori tavsiya qilib yubormasligi lozim. Chunki dorixona shifokor o'rnini bo'lsa olmaydi. Masalan, ayol kishining siydik yo'llarida achish bor. U avval dorixonaga borib, kuchli antibiotik olardi. 2 kun ichadi, alomat kamayadi, keyin to'xtatadi. 1 oy o'tib kasallik qaytadi. Endi bakteriya avvalgi doriga chidamli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Natijada oddiy infeksiya murakkablashadi. Davolanish 300 ming so'mlik dori bilan emas, 300 ming yoki undan qimmat tahlil va preparatlar bilan davom etadi. Shuning uchun retsept talabi aslida bemorning pulini ham, sog'lig'ini ham asraydi. Yana bir real holat. Dardim yoshli erkak bel og'rig'i uchun ukol oladi. Dorixonada unga kuchli yallig'lanishga qarshi dori berishadi. U 5 kun ukol qiladi, og'riq kamayadi, lekin oshqozonda yara qo'zg'aladi yoki qon bosimi ko'tariladi. Agar shifokor ko'rganida u odamda gastrit, buyrak muammosi yoki qon bosimi borligini hisobga olib, boshqa davo tanlagan bo'lardi. Oddiy shamollashga qarshi choylar, vitaminlar, ayrim og'riq qoldiruvchi yengil vositalar, burun tomchilari yoki oddiy gigiyenik mahsulotlar bo'yicha tartib avvalgidek bo'lishi mumkin. Lekin bu ham istagancha ichaverish mumkin degani emas. Masalan, oddiy parasetamol ham me'yordan oshsa jigarni shikastlaydi. Burun tomchisini 5-7 kundan ortiq ishlatish odatga aylanishi mumkin. Vitaminlarni haddan tashqari ichish ham foydali emas. Dorixonada yana bir muhim jihat, chek oling. Dori nomiy seriyasi, yaroqlilik muddati, narxi va dorixona ma'lumoti sizda qolishi kerak. Agar dori nojo'ya ta'sir qilsa, sifati bo'yicha shubha tug'ilsa yoki boshqa muammo bo'lsa, chek isbot bo'ladi. Dori qutisini ham darhol tashlab yubormang. Ayniqsa bola. Homilador ayol yoki keksaga dori berayotgan bo'lsangiz, qutisi va yo'riqnomasi davolanish tugaguncha saqlansin. Kasalxonalar bo'yicha o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, bemor shoshilinchmi yoki rejali davolanishga kelyaptimi? Bu aniq ajratilishi kerak. Shoshilinch holatlarda bemorga yordam ko'rsatish birinchi o'rinda turadi. Masalan, yurak xuruji, insult belgilari, kuchli qon ketish, nafas yetishmasligi, og'ir jarohat, hushdan ketish, yuqori harorat bilan tutqanoq, bola holatining og'irlashuvi kabi vaziyatlarda hujjat yig'ish davolanishdan oldinga chiqmasligi kerak. Bunday paytda tez yordam chaqirish yoki eng yaqin shoshilinch bo'limga borish kerak. Rejali kasalxonaga yotishda esa tartib boshqacha. Sizga yo'llanma, pasport yoki ID karta, tibbiy karta ko'chirmasi, oxirgi tahlillar, kerak bo'lsa EKG, rentgen, UTT natijalari, oldingi davolanish hujjatlari kerak bo'ladi. Agar operatsiya rejalashtirilgan bo'lsa, anesteziolog ko'rigi, qon tahlillari, infeksion tekshiruvlar va boshqa hujjatlar so'ralishi mumkin. Bu shunchaki byurokratiya emas. Operatsiya vaqtida qon ketish xavfi, narkozga allergiya, yurak muammosi, qand miqdori buyrak ishlash oldindan baholanmasa, xavf oshadi. Masalan, 62 yoshli ayol tizza bo'g'imi bo'yicha operatsiyaga yotmoqchi.
u men faqat tizzamni davolataman, yurak tekshiruvi nega kerak deyishi mumkin. Lekin narkoz vaqtida yurak, bosim, qon ivishi, qon darajasi juda muhim. Agar qon yuqori bo'lsa, yara kechib bitadi. Agar qon suyultiruvchi dori ichayotgan bo'lsa, operatsiyada qon ketish xavfi ortadi. Demak, hujjat va tahlillar bemorni himoya qilish uchun kerak. Kasalxonada pullik va bepul xizmatlar masalasi ham aniq bo'lishi kerak. Har bir bemor o'zidan nima uchun pul so'ralayotganini bilishga haqli. Agar xizmat davlat kafolatlari doirasida bo'lsa, u bepul ko'rsatilishi kerak. Agar alohida pullik xizmat bo'lsa, narxi oldindan tushuntirilishi va to'lov rasmiy amalga oshirilishi kerak. Men har doim tavsiya qilaman. Og'zaki kelishuvga ishonmang. Kvitansiya yoki chek oling. Bu nafaqat sizni, balki halol ishlayotgan tibbiyot xodimlarini ham himoya qiladi. Endi eng muhim joyiga kelamiz. Hamma qoidaning istisnolari va amaliy hayotda uchraydigan nozik tomonlari bor. Birinchi nozik jihat shuki, retsept talab qilinadigan dori ro'yxati har doim bir xil ko'rinishda oddiy odamga tushunarli bo'lmasligi mumkin. Dori nomi savdo belgisi bilan boshqa, tarkibiy modda nomi bilan boshqa yoziladi. Masalan, siz bir dorini bitta nom bilan bilasiz, shifokor esa uning xalqaro nomini yozadi. Dorixonada ayni tarkibli bir necha xil ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Bu yerda eng to'g'ri yo'l shifokordan dorining tarkibini, dozasini, kuniga necha marta, necha kun ichishni aniq yozdirib olish. Ikkinchi nozik jihat. Eski retseptingiz har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar sizga 1 yil oldin antibiotik yozilgan bo'lsa, bu bugungi kasallikka ham shu dori kerak degani emas. Lekin surunkali kasalliklarda shifokor uzoq muddatli davolash rejasini belgilashi mumkin. Masalan, gipertoniya, diabet, qalqonsimon bez kasalligi, astma bo'yicha bemor doimiy dori ichadi. Bunday holatda oilaviy shifokor bilan rejangizni yangilab turing. Dori tugashiga 2-3 kun qolganda emas, kamida 10-15 kun oldin retsept va nazorat ko'rigini rejalashtiring. Uchinchi nozik jihat. Bolalar uchun doza kattalarnikidan farq qiladi. Dorixonadan bolaga ham bo'laveradi degan gap bilan dori olmang. Bola vazni 10 kilogrammi, 15 kilogrammi, 35 kilogrammi, doza shunga qarab hisoblanadi. Ayniqsa antibiotik, isitma tushiruvchi sirop, allergiya dorisi, yo'tal dorisi, qusishga qarshi vositalarda ehtiyot bo'lish kerak. Bir choy qoshiq bilan o'lchash ham xato bo'lishi mumkin. Chunki har bir qoshiq hajmi bir xil emas. Maxsus o'lchov shprits yoki qopqoqdan foydalaning. 4-nozik jihat. Homilador ayol va emizikli onalarda ko'p dorilar cheklangan bo'ladi. Oddiy tuyulgan og'riq qoldiruvchi, shamollash kukuni yoki o'simlik damlamasi ham mos kelmasligi mumkin. Agar homilador bo'lsangiz yoki emizayotgan bo'lsangiz, dorixonada albatta ayting, shifokorga ham ayting. Bu tabiiy dori. Zarar qilmaydi degan gap har doim ham to'g'ri emas. 5-nozik jihat, tahlillar muddati. Ko'p odam bir oy oldingi tahlilni ko'tarib yuradi va mana borku deydi. Lekin ayrim tahlillar 10 kun, ayrimlari 10 kun. Ayrimlari 1 oy dolzarb bo'lishi mumkin. Operatsiya oldidan esa muddatlar yanada qat'iy bo'ladi. Chunki organizm holati tez o'zgaradi. Kecha yaxshi bo'lgan qon ko'rsatkichi bugun infeksiya yoki qon ketish xavfini ko'rsatishi mumkin. 6-nozik jihat. Xususiy klinika va davlat poliklinikasi o'rtasidagi hujjatlar. Agar siz xususiy klinikada tekshirilgan bo'lsangiz, natijalarni qog'ozda yoki elektron shaklda saqlang. Lekin davlat kasalxonasi yoki poliklinikasi ayrim tahlillarni o'z tizimida qayta tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bu har doim ham sizga ishonmayotgani uchun emas, balki ichki tartib, javobgarlik va xavfsizlik uchun bo'ladi. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, yashash manzilingiz, qaysi poliklinikaga biriktirilganingiz, tibbiy kartangiz qayerda ekanini biling. Agar bolangiz bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID ma'lumotlari. Emlash daftarchasi, oldingi kasallik yozuvlari tayyor tursin. Keksalar uchun oxirgi EKG, qon tahlili, shifokor xulosalari, ichayotgan dorilar ro'yxati alohida papkada bo'lsin. Ikkinchi qadam. Doimiy ichadigan dorilaringiz ro'yxatini yozing. Dori nomi, doza, kuniga necha marta, qachondan beri ichyapsiz, kim yozgan hammasini yozing. Masalan, amlodipin 5 mg, ertalab bir dona 2023 yildan beri kardiolog tavsiyasi bilan. Shunday ro'yxat bo'lsa, shifokor ham tez tushunadi. Dorixonada ham chalkashlik kamayadi. 3-qadam, shifokordan reseptni tushunarli qilib yozishni so'rang. Men bemorlarga doim aytaman, uyalmasdan so'rang. Doktor, bu dorini necha kun ichaman? Ovqatdan oldimmi yoki keyinmi? Agar bosim tushib ketsa nima qilaman? Yon ta'siri bo'lsa qayerga murojaat qilaman? Shu dorining arzonroq analogi bormi?
Bu savollar odobsizlik emas. Bu sizning sog'lig'ingizga mas'uliyat bilan qarashingiz. 4-qadam, dorixonada 3 narsani tekshiring. Birinchisi, dori nomi va doza retseptga mosmi? Ikkinchisi, yaroqlik muddati o'tmaganmi? Uchinchisi, chek berildimi? Agar dorixona sizga retseptsiz kuchli antibiotik yoki ukol tavsiya qilsa, ehtiyot bo'ling. Hammaga shu ketadi degan jumla tibbiyotda xavfli. Hammaga bir xil dori ketmaydi. 5-qadam kasalxonaga yotishdan oldin ro'yxat tuzing. Qaysi hujjatlar kerak? Qaysi tahlillar topshiriladi? Qaysi kuni kelish kerak? Ochiq qo'ringa kelinadimi? Qanday dorilarni vaqtincha to'xtatish kerak? Bularni oldindan aniqlang. Ayniqsa qon suyultiruvchi dorilar, diabet dorilari, insulin. Bosim dorilari bo'yicha o'zingizcha qaror qilmang. Shifokor nima desa, shuni yozib oling. 6-qadam, shoshilinch belgilarini biling. Ko'krakda kuchli og'riq, chap qo'lga yoki jag'ga tarqaladigan og'riq, nutq buzilishi, yuzning bir tomoni qiyshayishi, qo'l oyoq uvishishi, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, kuchli qon ketish, bola nafas ola olmasligi, yuqori harorat bilan tortishish. Bunday holatlarda navbat retsept. Qaysi poliklinika degan savollar ikkinchi o'ringa tushadi. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch bo'limga boring. 7-qadam, o'z huquqingizni biling, lekin tibbiyot xodimi bilan tortishuvni maqsad qilmang. Siz tushuntirish so'rashga haqlisiz. Siz chek so'rashga haqlisiz. Siz dori nima uchun yozilganini bilishga haqlisiz. Lekin shifokor ham xavfsizlik uchun qoida talab qilsa, buni darhol meni qiynayapti deb qabul qilmang. Eng yaxshi natija bemor va shifokor bir jamoa bo'lganda chiqadi. Yana bir muhim amaliy tavsiya, oilangizda bitta tibbiy papka qiling. Har bir oila a'zosi uchun alohida fayl, hujjat nusxasi qon guruhi bo'lsa yozuvi, allergiya ro'yxati, doimiy kasalliklar, operatsiyalar, ichayotgan dorilar, oxirgi tahlillar. Masalan, otangiz penisilinga allergik bo'lsa, buni katta qilib yozib qo'ying. Onangiz qon suyultiruvchi dori ichsa, yozib qo'ying. Farzandingizda bronxial astma bo'lsa, inhalyator nomi va dozasi yozilsin. Shoshilinch vaziyatda shu oddiy papka hayotni saqlab qolishi mumkin. Eng katta xato o'zini o'zi davolash. Internetdagi videolar, qo'shnining maslahati, qarindoshning retsepti sizga mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa menga foyda berdi. Sen ham ishtagan tavsiyalar xavfli. Bir xil yo'tal ikki odamda ikki xil sababdan bo'lishi mumkin. Birida oddiy virus, boshqasida pnevmoniya, uchinchisida allergiya, to'rtinchisida yurak yetishmovchiligi. Ikkinchi xato, dorini yarim yo'lda to'xtatish. Shifokor 7 kun ish dedi. Siz 3 kunda tuzaldim deb to'xtatdingiz. Ayniqsa antibiotiklarda bu juda xavfli. Kasallik qaytishi mikrob chidamli bo'lib qolishi mumkin. Aksincha shifokor 1 kun dedi. Siz 10 kun ichib yuborsangiz ham zarar. Dori qancha kerak bo'lsa shuncha ichiladi. 3-xato, tahlil natijasini o'zingiz talqin qilish. Qonda bir ko'rsatkich yuqori chiqsa, darhol vahimaga tushmang. Ko'rsatkichlar yosh, jins, kasallik, dorilar, ovqatlanish, hatto tahlil topshirilgan vaqtga bog'liq. Natijani shifokor umumiy holat bilan baholaydi. 4-xato, arzon analogni o'zboshimchalik bilan almashtirish. Albatta, bemor narxini hisobga oladi, bu tabiiy. Lekin analog tanlashda tarkib, doza chiqarilish shakli va bemor holati muhim. Shifokorga menga narxi qulayroq variant kerak deb ayting. Ko'p hollarda shifokor mos variantni tanlab beradi. Demak, 1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarda asosiy o'zgarish tartib, nazorat, retsept, elektron yo'llanma, hujjatlarning aniqligi va bemor xavfsizligiga qaratilgan. Bu o'zgarishlar bir qarashda biroz noqulay tuyulishi mumkin, lekin to'g'ri ishlasa navbatlarni kamaytiradi. Keraksiz dori ichishni qisqartiradi. Noto'g'ri davolanish xavfini pasaytiradi va bemor uchun aniq yo'l xaritasini yaratadi. Mening sizga eng asosiy tavsiyam, hujjatlaringizni tartibga soling, doimiy dorilaringiz ro'yxatini yozing. Shifokordan aniq retsept va tushuntirish oling. Dorixonada chekni unutmang. Kasalxonaga yotishdan oldin tahlil va yo'llanma muddatlarini tekshiring. Sog'liq masalasida keyin bilib olaman degan yondashuv ko'pincha vaqt, pul va asab yo'qotishga olib keladi. Sizning hududingizda poliklinika yoki dorixonada allaqachon qanday o'zgarishlar sezildi? Navbatlar kamayaptimi yoki aksincha qiyinchiliklar bormi? Dorixonada retsept so'rashdimi? Kasalxonada hujjatlar bo'yicha qanday talablar bo'ldi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, farzandlaringiz, qo'shnilaringiz va yaqinlaringizga yuboring. Sog'lig'ingizni asrang, qoidalarni biling va har doim o'ngli qaror qabul qiling.